aytsam, bir qiz bilan yozishdim. U qiz bu temani olib chiqib ko'rgan, lekin u qizni ham gaplarni hech kim inobatga olmagan. Bilasizlar, Farg'onada ancha bo'lib qoldi bu voqeaga. 11 yashar qizni 3tasi hayvonlarcha o'ldirib musorga bakiga tashlab ketgan. Isqirt odam ham даже shunaqa ish qilmaydi-da. Uni onasi hozirgacha murojaat qilmagan joyi umuman qolmagan. U ayol murojaat qilmagan joyi. Xo'p, Farg'ona viloyat sudi, prokuraturasi umuman chora ko'rilmagan. U ayolni aybim deyapti u ayol. Baklashga terganimmi, qambag'al bo'lganimmi deyapti. Ko'rsalar jonli achib ketadi-da. 3-bolaga bo'lsa 2 yil uy qamog'i berilyapti-da. U bola uy qamog'idagi bola chet elga bemalol chiqib ketyapti. Qanaqasiga uy qamog'idagi bo'lgan bola chet elga chiqib ketishi mumkin bemalol. Men u ayol bilan aloqaga chiqishga harakat qildim. Ertaga oldilariga boraman Farg'onaga. Hop, endi qaranglar. Sizlarning oddiy chaqaloq bolalaringga biror nima bo'lsa, isitma chiqsa, qanaqa ahvolga tushasizlar? Bu 11 yashar qizni hayvonlarcha o'ldirib ketilgan, vahshiylarcha. Xo'p, bizda butun umrlik oliy jazo yo'q ekan. Xo'p, nimaga uy qamog'idagi bo'lgan odam chet elga bemalol chiqib ketyapti? Qanday qilib buni aeroportlardan o'tkazib yuboryapti? U jinoyatchi hisoblanadi, o'ta vahshiy jinoyatchi. Xo'p, mayli, uni ham qo'yib turaylik, deylik. Xo'p, bu ayolning aytishi bo'yicha bu ayolning murojaatini hech kim inobatga olmagan. Bu bolani tagi baquvvat, Toshkentda kimnidirlar bor ekan, shu 3-sini. O'sha orqali bu bola yengil jazoni yengillashtirib olgan. Неужели shunaqa ish qilgan odamga ham yengil jazo bo'lsa, qanaqasiga? Men u ayolni o'rnida bo'lganimda o'zim bilardim-da. Ya'ni bu ayol qonunga topshirib qo'ygan. Shu ayolni murojaatini inobatga hech kim olmayapti shu paytgacha. Murojaat qilmagan joyi qolmagan ekan. Men to'g'risini aytaman, meni qo'limdan hech nima kelmasligi mumkin, lekin mana shu videoyim o'sha odamlarga yetib borishi mumkin. Xuddi bog'cha temasidaqa yetib borsa, balki ular qanaqadir chora ko'rishar. Meni niyatim shu. Men u ayol bilan ko'rishgani boraman Farg'onaga, hamma narsani bilib, обязательно kerakli joylarga murojaat qilib ko'raman o'zim ham. Ungacha endi bilmadim.